Opa kim bilasizmi? Opa avvalambor Alloh tomonidan, onangiz tomonidan siz uchun berilgan eng katta hadya hisoblanadi. Opa kim bilasizmi? Sizning qalbingiz zarracha ozor cheksa, sizdan 2 barobar ozor chekadigan inson, lekin o'zini doim kuchli ko'rsatgan inson hisoblanadi. Opa kim bilasizmi? O'zida yo'q bo'lsa ham siz uchun doim yordam bera oladigan inson hisoblanadi. Ishonmasangiz hoziroq telefon qilib so'rab ko'ring. Opa kim bilasizmi? Qizlik davringiz qancha urushib talashgan bo'lsa ham umrini oxirigacha sizni sog'inib yashovchi inson hisoblanadi. Opa kim bilasizmi? Siz uchun tekin hamshira, tekin maslahatchi, tekin psixolog, doimo dardkash, hattoki ba'zan holatlarda haqiqiy negativingiz hisoblanadi. Opa doim sizni yuksalishingizni, sizni martabangizni ko'ruvchi inson hisoblanadi. Sizni baxtliligingizni ko'rsa, o'zi sizdan-da 2 barobar baxtli bo'ladi. Siz tinch bo'lsangiz, opangiz doimo tinch bo'ladi. Opa, sizlarni yaxshi ko'raman. Alloh umringizni ziyoda qilsin. Opajonim, opam mening